Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xattabi Qurolliq qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. 13-qism. 6-bob. Ozodlikning Mag'rib va davlatchilar miqyosidagi ta'sirlari. Tajovuzchi armiya odatda ishlatgan vositalar bilan o'zining yo'lini obdan biladigan, xalq qo'llab turadigan partizanlarni tüp yiltizidan yo'q qilishga qodir bo'lolmaydi. Askariy kuchi qancha kuchli bo'lsa-mu, ko'p davlatlar partizanlik urushidan kelib chiqqan tavrinish, nafsiy va iqtisodiy qalaymaqonchiliklarga bardoshlik berolmaydi. Robert Taylor. 1. Ozodlikning Mag'ribdagi ta'siri. Mana bu shonliq qalblarning Mag'rib shimolida zo'r ta'sir bo'ldi. Masalan, Adahar, Oberon, Said Idris, Ifraynning fathi bo'lishi bilan qo'zg'olonning doirasi g'oyat zo'r darajada kengaydi va ispanlarga urush qilish Rif va Kurd qabilalari hammasi qatnashadigan uchuq bir masalaga aylandi. Hatto ba'zida Xattabiy bilan hamkorlashmasdimi ispanlarga urush qilinadi. Agar biz 10-numurliq xaritini ozroq tahlil qilsak, ispanlarning 21-iyun Ifraynning fathisidan boshlab shimol va janub nuqtalarining hammasida mujohidlarning pistirma va hujumlarga uchrab turganligini bayqay olamiz. Xalq tashabbuskorlik bilan qurolliq qo'zg'olonga otlandi va ispanlarni hech qachon xiyoliga keltirib boqmagan jahannam patqiqiga tushirib qo'ydi deganligiga dalil bo'ladi. Qo'zg'olonchilar haqida xalq toki Adahar Oberon tubiliki fathi bo'lganga qadar shak qiladi. Lekin ular keyincha qarshilik ko'rsatish iqtidori va imkoniyati orqali xalqning haqiqiy umidiga aylandi. Mana bu ko'plagan qabilalarni o'zligidan qurolliq qo'zg'olonga qatnashishga va ishg'olchilardan toki Mililiya chegarasiga qo'g'ilib etishga sabab bo'lgan. İştehi sharqiy qismida tuguni yo'q, balki rayonning g'arbigacha kengaygan, ya'ni G'imora, Jibola va Lokos qabilalarigacha. Qo'zg'olonning avvalgi bir qancha yilida ko'plagan Amozigh va Arab qabilalari jihad amri va Rif sultoni Abdul Karim Xattobiyning sifiga qitilgan edi. Shundaqla qo'zg'olon boshlanib uzoq o'tmayla Mag'rib aholisining hammasida tarqaldi. Chunki Fastin bir turkum elchilar Xattobiy bilan uchrashish va hamkorlik o'rnatish uchun chiqib kelgan edi. Balki Rif qabilalarinikidek Mag'rib o'tir rayonidagi qabilalar ispanlarga qarshi qo'zg'alish uchun Xattobiyning o'zlarining yeniga kelishini to'rt ko'zi bilan kutgan edi. Ba'zi Mag'rib manbalarida deyilishicha Xattobiy strategik muhim shahar Fasni fath qilmoqchi bo'lib, Fransiyaliklar bilan jang oraliqida buni maqsad qilgan. Lekin uningga yangidan qitilgan janub qabilalarining tartibsiz bo'lib qilishidan ansirab oldirmaslik yo'lini tutgan. Xattobiyga bo'lgan hesdashlik toki Mag'rib manbalariga ko'ra bu yerdagi ba'zi o'limalar va xatvilar bo'libmi barbar qabilasidagilar Xattobiyga yig'inlarda va munbarlarda duo qilgan. Tilga elishga arziydi-ki, Xattobiy 1924-yili Fransiyaliklar bilan to'qinishdan keyin Fransiya rayonidagi boshliqlarni mustamlikni yo'qotishga yordam berishga chaqirib bir qancha risola avatgan edi. Shu risolalar ichida xalqning va o'limalarning qo'zg'olonni kuchlantirish va yordam berish haqida risolalarmi bor bo'lib, bular tomlarga chaplanadi va uylarga tarqitiladi. Bu emgak haqiqatan meva bergan bo'lib, qo'zg'olonni kuchlantiradigan ba'zi harakatlar maydonga chiqib, davoni qanot yoydirish va kishilarni qo'zg'atish rolini o'ynadi. Ba'zi uylar qurol ombiri qilinib, shu joydan
maxfiy yetkilib mujohidlarga setib berildi. Bu tirishchanlikning mevalaridan kishilar himoya rayonidagi madrasalarning hammasini taqib etdi. Xususan poytaxt Fasdagi madrasalarni butunlay taqib etdi. Ba'zi manbalarning ilgari surishicha xalq ichidagi maxfiy harakatlar Mag'rib o'tir rayonida ta'sis qilingan bo'lib, bular shaharlarda tartiblik plan loyiha bilan ba'zi fransiyalik boshliqlarni tutqun qilish va o'ldirish, hujum qilish amaliyotlarini elib borgan bo'lib, ularning bu harakatni qo'zg'olonni qo'llamaydigan ispan siyosatini rad qilish va Xattabiy qo'zg'olonni kuchlantirish tarafdori bo'lish uchun edi. Ikkinchi, ozodlikning ispanlarga bo'lgan ta'siri. Ispanlarga nisbatan ularning Xattabiyga yengilib mag'lub bo'lishi haqiqatan og'ir musibat bo'lib, cho'ng bir sharmandalik bo'lgan. Hattoki ularning sharq oldingi sepidagi qo'shini butunlay tarmar bo'lishga tas qilgan. Bu oqibatlar ispan boshliqlarining ba'zi mustamlik siyosatlarini o'zgartirish, askarlarni ko'paytirish va ba'zi Yevropa davlatlaridan askariy yordamlarni elishga sabab bo'lgan edi. Xattabiyning g'alaba xabari tarqalishi bilan ispanlar nurg'unlagan ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy krizislarga petib qoldi. Qo'zg'olonning kuchi eshib borgan sari dushmanning oldingi sepi chechilang'uliq, g'ulab tushish, nafsiy siqilishlarga shahid bo'ladi. Va buni 1922 yili cho'ng hodislar orqali amaliy ko'rgan edi. Masalan, Yevropa ispan brigadasining qurg'uvchisi Konoil Milan Ostraynning istifa berishiga o'xshash. Bu istifa berishning cho'ng ta'siri bo'lgan bo'lib, Mudofaa hay'ati nomli harakat maydonga kelib, qo'shinning moddiy ahvolini yaxshilash, ma'muriy fasodchilikni tugutish. Masalan, Yevropa ispan brigadasining qurg'uvchisi Konoil Milan Ostraynning istifa berishiga o'xshash. Bu istifa berishning cho'ng ta'siri bo'lgan bo'lib, Mudofaa hay'ati nomli harakat maydonga kelib, qo'shinning moddiy ahvolini yaxshilash, ma'muriy fasodchilikni tugutishni talab qilib chiqqan edi. Ish oxirida podshoh Alfonso 13ning bu ishlarni cheklash va men'i qilishi bilan oxirlashdi. Yana ispanlarning umumiy holati qo'zg'olonchilar qo'lidagi 600 atrofidagi asirlarga qarata nihoyatda bearam edi. Umumiy siyosiy fikrlar Xattabiy masalasini qanday hal qilish haqida yumshoqlik va qattiqlikning orasida ikkiga bo'lindi. Ba'zi askariy boshliqlar orasida Mag'ribni tark etish va bu orqali eqayotgan qonlar va ketayotgan g'oyat zo'r iqtisodni tejab qilish fikrini biladiganlar ham bor edi. Ispan gazetlarida buni iboralar tarqalgan. Mag'rib ispan boshlarining qabristoni, Mag'rib to'shk xalta qatorliqlar. Ish oxiri 1923 yili ispan hukumatiga inqilob qo'zg'ash va general Beremodi Rifraning qo'mondonligida siyosiy hayotini tartiblash uchun askariy diktator e'lon qilish bilan oxirlashdi. Bularning hammasi Mag'rib masalasi sababli edi. Boshda oshkor mag'lub bo'lish fikri orqali bir bo'lak ofitserlarga diktator maydonga chiqqan bo'lib, buning ismi Mag'ribdan butunlay chiqish edi. Lekin u keyinchi ba'zi o'ngchilar tarafidan bo'lgan besimlar ostida Angliya, Fransiya faqat Shipshavun rayonida qisman chekinishni qaror qilishga ilhomlantirishlar kelgandan keyin yo'qqa chiqdi. Bu diktator keyincha chekinish masalasida o'z fikrini taraqqiy qildirdi va tartiblik o'zgacha yurish qilishda o'z kuchini to'plashga nishon qilgan taktikalik harakatlanishga yuzlandi. Jang bosqichida Rifra o'zining Xattabiy bilan ittifoq tuzish orzusini ifodaladi va buni Abdusalom Banunaga yetkazdi. Bu kishi bir mezgil Mag'rib hukumatida moliya ministri bo'lgan. Bu kishi bu arzuni
Tanjadagi Abdulkarim Loha deb ataladigan boshqa bir amirga yetkazdi. Shuningdek, Ispan diktatorligi Xattabiy kengaymasiga qarshi urush uchun g'arbiy tarafda Sharif Rayidin bilan yenidan aloqa o'rnatdi. Lekin qo'zg'olonning G'imara ondan Jibala rayonlarigacha kengayishining ispanlar razil planlarini barbod qilishda cho'ng roli bo'lgan. 3. Ozodlikning davlatlararo ta'siri. Rif ozodligiga nisbatan dunyoning fikri kuchlantiruvchi va qarshi chiquvchi bo'lib ikki xil bo'ldi. Qarshi chiquvchi to'lqini tabiatidagi ko'p siyosiy manfaati bo'lgan mustamlik kuchlar bo'lib, xususan Shimoliy Afrika rayonidagilar. Chunki bu to'lqinning mustamlika nufuzini kuchaytirishga elib boradigan siyosatlarni kuchaytiradigan va mudofaa qiladigan bo'lishi tabiiy ishlardir. Lekin bu azroq qurbonlik bilan ish oshidi. Haqiqatan bu yerda o'zligidan Yahudi parast sadolar maydonga kelgan bo'lib, Rif qo'zg'olonlarining g'albisini Shimoliy Afrikadagi Yahudi ko'chmanlarining mavjudligini tubdan yo'qotish deb hisoblaydi. Shakib Arslani Rif jangi haqida mundaq bir maqola yozgan. Haqiqatan mustamlikda hosil bo'lgan narsa zanjir simon holda ba'zilarining beshini, ba'zilar bilan elish deganlikdir. Shunga Yevropada xalq mustamliki ostidagi biror bir o'lkasida qo'zg'olon bo'lganini ko'rmaysiz. Lekin mustamlik shaharlarning hammasi o'zining qo'lini qo'rqinchoq qabrlarga sunadi. Ular boshqa mustamlik davlatda qo'zg'olon chiqib bir-biridan uyg'unib olmasligi uchun Xattobiyning mustamlik davlatning g'albisi bilan oxirlashishini tunutdi. Islom bo'lsa Yevropaliklarning nazarida nechiga bo'linsin, trotriyasi xilma-xil bo'lsin, yanala bir ummat hisoblandi. Ammo nomrod shaharlar va izilgan xalqlarda bo'lsa, masalan, Latin Amerikasi, Sharqiy Osiyo va islom dunyosiga o'xshash Janubiy Amerika qit'a xalqlari Xattobiyni o'zining qo'zg'olonchi qahramoni Neymut bo'li qaranning o'rnida ko'radi. Shuningdek, boshqa ozodlik harakatlarimi Xattobiyni qo'zg'olon betida mislsiz ustoz jang taktikasida asosiy manba erkinlik yo'lidagi yuksak jangchi deb e'tirof qiladi. Haqiqatan Xattobiy dunyoviy dohiylarning nazaridami katta o'lga simovul xarakterlik shaxsga aylangan edi. Shundaqla bu kishining taktikalik urush harakatini o'ziga dars qilgan kafir va musulmon rahbarlar katta natijalari bilan dunyoning ko'ziga ko'ringan bo'lib, hozirgi erkin davlatining qurg'uvchisi va asoschisi. 16-asrdan boshlab Ispan boshqalarga biqindi davlatlarning ko'pinchisining ozod bo'lishida ko'rinarli rol o'ynagan muhim shaxslardan bo'lib, masalan, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Umar Muxtar, Che Guevara, Fidel Castro qatorliqlar. Ular Jungo, Kolumbiya, Venezuela, Ekvador, Peru qatorliq rayonlardan chiqqan. Ho Chi Minh 1899-yili tug'ilib, 1969-yili vafot bo'lgan. Bu kishi 1945-yildan 1969-yilgacha Shimoliy Vyetnamning tunji raisi. 1945-yildan 1958-yilgacha bosh ministr bo'lib ishlagan. Shimoliy Vyetnam davlatining qurg'uvchisi va Xitoy Hindiston millatchilik harakatining doisi. Fransiya ishg'olotiga qarshi 1917-yillari o'z hamrohlari bilan bir qancha janglarga ishtirok qilgan. Vyetnam Kommunist partiyasiga a'zo bo'lgan. 1940-yili Yaponiya Fransiyaga qarshi Vyetnamga kirgan va nufuzini kengaytgan Ho Chi Minh Yaponlarga qarshi o'zining siyosiy va harbiy faoliyatlarini boshlagan. 1969-yili o'lgan. Vyetnam poytaxti shuning ismi bilan atalgan. 2. Mao Zedong. Alloh uning la'nat qilsin.
1893 yili 26 dekabrda tug'ilgan. 1935 yildan tortib o'lgicha kommunistning partiya rahbari bo'lgan. Siyosiyon, qo'mondon o'ziga Xitoyni shaharlashtirish va kuchlik zamonaviy xalqqa aylantirish vazifasini o'z ustiga olgan. Boshqa ta'lim-tarbiya, sanoat, sahiya islohoti qilgan, iqtisod tuzumini kapitalizmdan kommunizmga almashtirgan. 1976 yili 82 yoshida o'lgan. Alloh uni jahannamda qilsin. 3. Ömer Muxtar rahimahulloh Arab va musulmonlarning qo'zg'olonchi qahramonlaridan biri. 1858 yil tug'ilgan. Hayotida İtaliyaliklarga qarshi 20 yil jang qilgan va taki tutqun qilinib 1931 yili darg'a esib shahid qilinganga qadar ishg'olchilarning hayotini ko'p qatim talofatga uchratgan. 4. Che Guevara 1928 yildan 1967 yili degan ism bilan Che Guevara 1928 yildan 1967 yilgacha yashagan. Che degan ism bilan mashhur. Argentinada tug'ilgan. Kubalik qo'zg'olonchi marksizm ideyasini qabul qilgan. Doktor, yozuvchi va partizanlik urush dohiysi, harbiy qo'mondon. Kuba qo'zg'olonidagi ko'rinarli mashhur daniq shaxs. 5. Fidel Castro 1926 yili tug'ilgan. 2016 yili vafot bo'lgan. 1956 yili Kuba qo'zg'olon harakati harbiy qo'mondoni. Amerika nufuziga beqindi Batista hukumatiga qarshi turgan. 1960 yili Kuba raisi bo'lgan. Dinsiz kommunist bo'lib, sotsializm tuzumini tatbiqlagan. 2008 yili taxtdan tushgan. 90 yoshida vafot bo'lgan. So'zimizning oxirini davom qilsak, Xattabiy Anvalda g'alaba qilgan va ispanlar Rifdan to'liq chekingandan keyin qabilalarni o'z askariy bazasiga yig'ilishga chaqirdi va Rifni qo'g'dashning zarurligi va aholilarning umumiy hayotini tartiblaydigan siyosiy tuzilma ta'sis qilish haqida xalq qurultiyi ochdi. Shuning bilan 1921 yili 18 sentabr Milliy jamiyat ostida umumiy kengash majlisi parlament ta'sis qilindi. Bu kengashning roli qo'shin tayyorlash, chiniqtirish va harbiy harakatlarni radga solish va xalq hayoti, ijtimoiy va siyosiy hayotini idora qilishda gavdalanadi. 1923 yili 1 fevralda Rif qabilalari Birlashma Jumhuriyat nomida rasmiy holda Rif davlatini e'lon qildi. Bir tal oq bo'loq, uning yanada yeshil hilal oy, uning qetida bir tal yulduz, atrofi qizil rangli bayroq davlat bayrog'i qilindi. Ammo hokimi va raisi Amir Muhammad ibn Abdul Karim Xattabiy bo'ldi. Hurmatli anglovchilar, Xattabiy qurolli qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobning anglatishi bu yerda tugadi. Kelar qatim ko'rishguncha Alloh omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.